protseslar bo'lishini aytishdi. Mana gap yo'q, hammasi mana rost ekan, mana to'g'ri shu kunlarga keldik, vizam chiqdi. Inshaalloh ketamiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lyapti. Gap yo'q. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, Farg'onada, Arifistonda akamizga Xudo xolasa noldan boshlaydi sentrgacha hamma hujjatlarni tayyorlab berdik. Xo'p, Husan aka, charchamayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qalbingiz maza qilyaptimi? Maza qilyapti. Shu kunlarga yetkazganiga Qancha kutdik shu ancha kutdik, Allohga shukr. Mana Allohim yetkazdi. O'zingizni qalbingizdan nimalar o'tyapti? Qanaqa iltifatlar bor? Bemalol o'zingiz og'zidan jibo murojaatisiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammalaringga. Mana mening bir do'stim taklif qilgandi, Jalol akani. Mana shu viza olishda, Angliyaga ishga borishga, dokument hujjatlarni boshida ko'rsatib berishdi, qanaqa protseslar bo'lishini aytishdi. Mana gap yo'q, hammasi mana rost ekan, mana to'g'ri shu kunlarga keldik, vizam chiqdi. Inshaalloh ketamiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lyapti. Gap yo'q. Haqiqatan ham qolganlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, mana o'zimda bo'ldi, mana tavsiya qilaman hammalaringga. Avvalambor biz ham sababchimiz xolos. Biz odamlar qanday qilib protsessini, qanday qilib hujjatlarni qilishni bilishmaydi. Biz oldimizga kelib, aka, shu hujjatlarni sizlar qila olyapsizlar aka. Bizga noldan boshlab sentrgacha bo'lgan hamma protsessimiz, dokumentlarimni hammasini tayyorlab beringlar deb kelishadi. Biz sababini qilamiz. Avvalambor rizq Allohdan, Allohning irodasi bu. Bizga o'sha berilgan iqtidor bilan biz sababini qilamiz. Alloh taolo Olqulim degan insonga xolasa rizq qo'shilib vizalarni olib ketaveradi. Xo'p, shu qatori sizga ham Allohim shu kunlarga yetkazganiga shukr. Inshaalloh sizdan keyingi mijozlarimizga ham bosqichma-bosqich hammalariga tartib bilan mana shu vizalarni olish nasib qilsin. Inshaalloh Angliyaga o'zim kuzatib qo'yish hammaga nasib qilsin. Har doim shunaqangi yaxshi, samimiy va eng asosiysi sabrli inson ekanlar. Bir marta ham telefon qilmadingiz, aka, bir marta ham nima bo'lyapti deb telefon qilmadingiz. Allohga shukr, sizlarga sabrli insonlar ko'paysin. Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Inshaalloh biz foydamiz tegandan xursandmiz. Kelgusingizda omad tilaymiz. Xudo xolasa har doim shunaqangi yaxshi inson bo'lib yuring aka. Charchamay, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xudo xolasa vizalarni olganlardan keyin, elektron vizalarni olganlardan keyin ham inshaalloh bitta viza qilamiz, bitta video qilamiz. Aeroportdan kuzatayotganda ham Xudo xolasa aeroportdan o'zim kuzataman, chiroyli videolar qilamiz. Kimga yangi vizalar kerak bo'lsa, olib chiqib qo'yasizlar. Foydamiz tezda xursandmiz. Easy Visa, best of the best. Hammaga rahmat.